O'zbekiston Superligasi 13-tur. Nasaf qarshi Mash'al Muborak. Mash'alda 4-3-3. Nasafda joylashuv. Nasaf to'pni o'yinga kiritib beradi. Dastlabki daqiqa kuzatib olamiz, keyin tarkiblar haqida batafsil. Nasafda hujum davom etadi. Yana chap qanot Siddiqov. Bozorov to'pni qabul qildi. Jarima maydoniga kirdi. Pas yuqoridan Umar qoldiryapti. Sherzod Nasrullayev. Muzaffarov. Salifu. Markaziy himoyachilar ham hozir Mash'al oldinga chiqqanligini ko'ryapmiz, lekin noaniq pas. Endi ortga qaytish kerak bo'ladi. Husayn Norchayev to'pni qabul qildi. Chap qanotga Oybek Bozorov. Hudud bor Oybekda, jarima maydoniga kirdi pas. Siddiqovdan zarba va avtogolmi? To'p darvozaga yo'llanmoqda. Gol inobatga olinyapti. Husayn Norchayev 6-daqiqada Nasafni oldinga olib chiqayapti. Himoyachidan keldi to'p. O'yindan tashqari holat bo'lmaydi. Biz esa takroran ko'ramiz. Mana Bozorov qabul qilyapti. Siddiqov davom ettirdi, zarba yo'lladi. Va bu toza gol. 15-raqamdagi Muhammad Ali Aloqulov kutilmaganda Husayn Norchayevning yo'liga to'pni tashlab bermoqda. Mash'al himoyasi raqibga imkoniyat bermayapti. Humoyun Murtazoyev o'yin qanotga, Islombek Baratov texnikasi yaxshi, tezligi ham yomon emas, o'zi to'p bilan oldinga o'tmoqda. Baratov raqibni aldashga harakat qilyapti, zarba yo'lladi. Siddiqov, Cholovich uzoqdan yo'llangan zarba va darvozabondan ajoyib seyv. Chiroyli gol bo'lardi. Qarang. Juda chiroyli. Yana Siddiqov to'pni yetkazib beradi. Jarima maydoni ichida bevosita 5 o'yinchi. Pas. G'aybullayev qoldirdi. Mana endi Rahmatovdan zarba noaniq. Chap qanot Murodov. Murtazoyev, Murod zarba! Juda ham xavfli chiqdi mana bu urinish. Xavfli hujumlar tashkil etishi mumkin. Qarang. Ozgina qoldi. 6-urinish Nasafdan yuqoridan pas. Yana ichkariga to'p yetkazilmoqda. Umar Begesh Murodov zarba yo'lladi, noaniq. Va Nur Safarov jamoalarni tanaffusga taklif etayapti. Mash'al Nasaf bahsi hozircha hisob 0-1. Ruxsat berildi. Ikkinchi taymni Mash'al boshlab bermoqda. Bozorov 77 va ikkinchi raqamda Alibek Davronov o'ynayapti. Zaxiradan maydonga tushgan himoyachi. Hozir kutilmaganda Shuhrat Muhammadiyev g'alaba qozonsa ochkolarini 31 ga yetkazib, bu borada yaqqol yetakchi bo'lib oladi. Ergash Ismoilov. Salifu hujumni davom ettirish mumkin. Javohir Abdualimovdan pas, jarima maydoniga yuqoridan zarba yo'llanishi mumkin. To'p qolyapti. Zarba va gol! Mash'al hisobni tenglashtirmoqda. Muzaffarov davomiy hujumda to'pni darvozaga joyladi. Juda ham kuchli zarba amalga oshirilmoqda. Derbida kurashni qaytadan boshlab beryapti. Barchasi tenglashmoqda. Birobar Nurjahon Muzaffarov.
Islombek Baratovning ham harakatlarini e'tirof etish lozim. Qabul qildi, bir raqibni aldadi, pas berdi ochilayotgan jamoadoshiga. Nasaf tezlik namoyish etmoqda. Akmal Mazgo'y, Oybek Bozorov jarima maydonida. Nasafning 3 o'yinchisi bor, 4-inchisi ham keldi. Bozorovdan pas, bosh bilan zarba va gol! Husayn Norchayev dublni rasmiylashtirmoqda. Norchayev mavsumdagi 6-gol. Juda qiyin pallada urilyapti mana shu gol. Himoyachilar unga borishdi. Norchayev ochiq qoldi. Husayn Norchayev. Darvozabon to'pga tegindi, lekin qaytara olmadi. To'p ustunga tegib, keyin darvozaga kirib ketdi. Yordam kerak. Orqaroqda Shuhrat Muhammadiyev, markazda Akmal, yana o'ng qanot Cholovich, pas Dragan Cheran, qanday futbolchi, joy tanlashi, zarba yo'llashi qoyil. Cheran 3-golni uryapti Nasaf uchun. O'yinda Stefan Cholovichdan aniq pas. Serbiyaliklar ijrosi. Dragan himoyachiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi ikkinchi qavatda. Nasaf so'nggi 2 golni bosh bilan urdi. Ikkinchi qavatda ustunlikni qo'lga oldi qarshiliklar. Zaxiradan maydonga tushgan edi Dragan Cheran. Nomonov, Ergash Ismoilov markazga. Balkim zarba ko'rarmiz. Ergash Ismoilov to'pni qabul qilmoqda. O'yindan tashqari holat yo'q, zarba. Hozir kutilmaganda to'xtab qolishdi. Ofsayd bor ekan. Va bo'ldi. Uchrashuv yakuniga yetmoqda. Birinchi o'ringa mustahkamlanib oldi